sizlar kutgan, sizlar so'ragan instrumentlarni olib kelib qo'yganmiz. Eng arzonidan eng qimmatigacha 12 xil lazerni uroving ko'ramiz sizlar bilan. Bemalol telefon yoniga o'tirib, choylarni damlab, ko'finglarni damlab olasizlar. Boshidan ko'rsataman. Faqat ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Xo'p, lazerni uroving eng arzoni $30 turadi. Taxminan 390 ming so'm. Shuni yoqamiz. Sizlar bilan ko'ramiz. Bu ham 4D. Ko'rishimiz mumkin. Mana bu o'zining indikatori bor. Mana bu yerdan regulirovka qilsanglar bo'ladi. Yo'q, bu menga noqulay. Pulti ham kerak deydigan bo'lsanglar, komplektlarda pulti ham bor buni. Tak, pulti mana bu yerda turgan ekan mana. Pult bilan ham ishlatsanglar bo'ladi, faqat men buni olib tashlasanglar ishlaydi. Mana. 16 ta liniya 4D 360 gradus aylantirib urib beradi. Bitta batareyka, yana bitta zapas batareyka bor. Mana ko'rishimiz mumkin. Oyoq komplektida bor. Magnitlari juda ham zo'r. Magnitini ko'rishimiz mumkin. Mana shuni yopishtirsa yopishadi mana. Bu patologga bunaqasiga teskari qilib qo'ysanglar, mana bunaqasiga turib beradi, mana. Mana shunaqa turib beradi. Ushlaydigan o'zini mana bitta kichkina держатели bor. Tak, mana bunaqa ushlab oladi-da. Bunga qotirasizlar. Mana. Mana shunaqa turadi. Patolog uchun zo'r. Osib qo'ysanglar bo'ladi. Xohlagan joyga temir bo'lsa bo'ldi. Mana shu yopishsa, любой joyga qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, bularning arzonidan qimmatini nima farqi bor deb ko'pchilik so'rashadi. Eng arzoni shu. Komplektida hamma narsasi bor, ko'pchilik hozir olayotgan mana shu. O'zining ochkalari ham bor komplektida, pulti, zaryadniki, pol uchun, ya'ni polni kafillarni terayotgan paytda polga qo'yadigan o'zining podstavkasi, bu patologga yana bitta pol uchun mana shunaqa o'zining kichkina oyoqchasi ham bor. Uzun bo'ladigan, любой joyga qo'yadigan o'zining mana shunaqa oyog'i ham komplektida bor. Narxi 390 ming so'm. Bular bez garantiya sotiladi. Xo'p, endi buni ko'rdik sizlar bilan, buni solib qo'yamiz ichiga. Hamma narsasi mana shu. Sizlar nima ko'rayotgan bo'lsangiz shu. Komplektida shu narsalari bor. Endi sal qimmatroq variant nima bor? Mana bunga e'tibor bersanglar, o'zi sumkasi bor. Number 1 brendidan, ya'ni nomer 1 brendidan aksiyaga tushgan ekan. 450 ming so'm. Ko'pchilik aksiyadan qo'rqaman, aksiyaga ishonmayman. Realni bu aksiyada turgan instrumentimiz. Boshqa joylar bilan ham so'rangiz qilib ko'rsanglar bo'ladi, ya'ni taqqoslab ko'rsanglar bo'ladi. Komplektida bitta batareyka, ikkita batareyka, bu ekonom segment. Pulti ham bor. Yana bitta batareykasi mana komplektida turibdi. Bu ham 16 ta liniya 4D pultlari komplektida bor. Mana olib tashlasanglar ishlayveradi. Hammasi shunaqa bo'ladi yangisida. Zaryadniy устройство, sumkasi bor ekan, bo'ldi. Hech narsasi yo'q ekan. 450 ming so'm. Number 1. Xo'p, sal endi qimmatroq variantlarga o'tish boshlaymiz. 560 ming so'mlik yangi keldi bu. Bunda indikator bor, lazerlari boshqacha chiqqan, batareykalari ham shiroki, ko'rib turibsizlar, oddiylariga nisbatan mana bunga nisbatan misol uchun batareyka mana yarmida qolib ketyapti. Buni komplektida nimalar bor ekan? Mana. Buni komplektida nomer 1 ni anaqasi buni ichida qolib ketibdi kitobi. Buni ham xuddi uni birinchi ko'rganim bilan bir xil, faqat batareykada farq bor, qolgan hamma joyi bir xil. Lazerda ham farq bor mana. Lazer indikator unda tepada bo'lsa, bunda yon tarafida. Bunda ham pult bor mana. Ko'rishimiz mumkin. Oyoqchasi, hamma narsasi komplektatsiyasi anu bir xil. Birinchi ko'rganinglar bilan. Buni narxi 560 ming so'm. Bu yangi keldi. Yo, menga sal qimmatroq, lazerlari cho'tka bo'lsin deydigan bo'lsanglar, Dizzadan olishinglarni tavsiya beramiz. Mana shunaqa komplektatsiyada bo'ladi. Narxini qimmatligi mana bu lazerning sifati bilan farqlanadi. Juda ham zo'r. Apparatimizning o'zining oyog'i komplektida, buni oyog'i ichida bo'ladigan bo'lsa, bu alohida olinadi. Ya'ni lekin 600 ming so'mning ichida alohida turadi faqat. Xo'p, 4D bu ham bir xil. Ana ko'rganinglar bilan bir xil. 4D. 3D lari bor, 16 ta liniya bo'lmaydi. Xo'p, ko'pchilik yoqayotgan hozirgi paytda Polon brendining 4D apparati yaqinroqdan kelib ko'rsatasiz. Buni komplektida уже bekorga qimmat emas. Держателlarni ko'ryapsizlarmi? 4 ta magnit bor. Ya'ni ham qo'ysak bo'ladi mana. Qaranglar. Xuddi mana shunaqa qo'yiladi. O'zini tepasida ham urvinchasi bor ekan. Yo, menga oyoq kerak deydigan bo'lsanglar, oyoqlarni ham oxirida ko'rsataman, narxlari bor. Отдельно. Bunda komplektida buni oyog'i bo'lmaydi. Lekin batareykalarni ko'ryapsizlar, kачествосini mana. Kichkinalar bilan nisbatan. Sal уже narxlar qimmat bo'lib ketaveradi. Aytgancha buni mana bu o'zida indikator turadi. Batareykasi hozir o'lgan ekan, o'sha uchun ko'rsata olmadim. Pastga yangisini olib chiqishmabdi-da. Mana ko'rishimiz mumkin. Bu ham xuddi shunaqa. Ko'rishimiz mumkin 78% qolibdi. Batareykani mana shu o'zida indikator ko'rsatib turadi qancha qolganligini. Batareykasi og'irgina zo'r ekan, lekin menga yoqdi. Komplektatsiyasi xuddi shunaqa bularni ham почти bir xil bo'ladi, lekin mana bu joylarda farq qiladi. Oyoqlar уже farqlanadi. Mana ko'rishimiz mumkin, mana oddiylari bilan nima farqi bor? Mana bu joylari boshqacha, alyuminiyga qo'yilgan. Bunda oddiy hamma yo'q plastmas bo'lsa, bunda alyuminiyga qo'yilgan ekan. Sifatni ko'rib turibsizlar, o'shanga qarab narx ham o'zgaraveradi. 747 ming, mana bu narxi 600 ming edi. Bo'ldi, endi rossiyskilarga navbat akalar. Mana bunani ko'ringlar. Mana bunaqa ham ishlatsanglar bo'ladi уже. Mana bu yerda indikator ham bor, nobodoga. Batareyka o'zi ko'rsatib turadi. Mana bunaqalardan qilib ishlataverasizlar. 4D, number 1, rossiyskiy.
Hammasi mana bu yerda rus tilida yozilgan. Mana 50 metr дальностьda bemalol oladi. Xo'p, plus-minus 3 ekan. Plus-minus 0,2 mm точность измерения juda ham zo'r degani bu. USB bilan, ya'ni Type-C bilan zaryad qilib olsanglar bo'ladi. 360 gradus. Xohlasanglar pultda, xohlasanglar shuni qo'lni o'zida, xohlasanglar mana bu yerda o'zida mana yoqasizlar. Bu bilan ham boshqarsanglar bo'ladi mana. Xohlasanglar mana buni 2 marta bosasizlar, mana bunaqa qilib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, buni ochamiz endi. Komplektda nimalar bor? Buni komplektini ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Yana zapas batareyka, katta, og'ir. Zaryadniy устройство Type-C, любой telefonniki ham tushiradi degani. Ochki, pult, уже mana bularda ham farq bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Oyoqlari ham boshqacha. Qanaqadir chugunmi, umuman plastmas aralashmaganga o'xshayapti mana. Yomon emas lekin. Fikringizni yozib qoldirasizlar. Qaysi ma'qul deydigan bo'lsanglar. Mana buni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Mana, o magniti ham zo'r ekan. Chotki. Yaxshi baqvat ekan. Xo'p, narx 767 ming so'm. Bu bilan buni nima farqi bor desanglar, bunda mana tablosi yo'q, bunda tablo bor. Mana bitta ko'rib tursanglar bo'ladi. Yo, sal qimmatroq bo'lsa ham buni olaman desanglar, 858 ming. Taxminan qimmat, 100 ming so'm raznica qilyapti bitta mana shu tablo uchun. Qolgan joyi menimcha bir xil. Bitta tablo. Atak mana bittadan ham batareyani ko'rsanglar bo'ladi. Mana. Mana shu yerdan ham ko'rib tursanglar bo'ladi. Nobodoga endi, menga yonib tursin, mana bitta ko'rib turing, aniq qancha qolganligini desanglar, bor. Qolgan joyi menimcha bir xil. Hamma narsasi komplektatsiyasi. Qaysi biri yoqdi? Shu yerda o'zida mana nomeradinga tarif berib ketaversanglar bo'ladi. Endi ekonom segmenti bor. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. 858 ming ekan. Bu bilan bu bir xil ekan, lekin buni komplektida adashmasam oyoq bor. Buni komplektida oyoq bor. Ya'ni mana shunaqa oyoqdan bitta dona bor mana ichida. Bu arzonroq chiqadi, o'sha uchun qaysi biri sizga ma'qul bo'lsa, o'shandan ko'rib olasiz. Batareyka bunda ham katta. Ikkita batareyka bor. Xo'p, mana bular kichkina aytdim-ku, ekonom segment, lekin narx qimmatroq ekan. Xo'p, 3 xil nomeradindan hozir lazer ko'rdik. Endi meni o'zimga yoqadigani mana shu ikkalasi chuti mana yuragiga yoqdi deydi-yu, shunaqasidan. Endi ularning ichida polvon ham bor albatta. Endi hamma puliga qarab olaveradi, chunki hozir menga o'zimga yoqadiganlari mana bu ikkalasi. Polvon bilan 3 ta ekan. Уже yana kerak menga ovozli bo'lsin deydigan bo'lsangiz, уже mana bunisini olsanglar bo'ladi. Yoqaman, qarang. Добро пожаловать на самонивелирующийся лазерный. O'zini to'g'irlab oladi, batareykasi katta. Hozir mana sekin to'g'irlayapti mana o'zini. Ozgina qiyshuv bo'ladigan bo'lsa, o'zini to'g'irlaydi, mana bu yerda mana. Hamma narsa rus tilida. Keysga e'tibor berasizlar, keys ham baqvat. Batareyka ham baqvat. Mana ko'rishingiz mumkin, ikkita oyog'i plastmas ekan, anularda alyuminiyda ko'rgan bo'lsanglar. Bunda cho'ta oddiyroq qo'yib yuborilgan ichida, nomeradiniki boshqacharoq edi. Endi ovozli kerak deydigan inson uchun, lekin pulti zo'r ekan mana. Chotki. Fikringizni yozib qoldirasizlar. Narxi 975 ming so'm. Endi eng oxirgi keldi. Mana o'tgan hafta keldi, adashmasam, Sonydan mana bu lazerni o'rniga e'tibor beringlar. Ko'rishimiz mumkin, bunda hamma narsasini mana shu o'zida regulirovka qilasizlar. Xo'p. 360 gradus, 16 ta liniya. Hammasi bularni 4D, 3D si yo'q. 1 million 40 ming so'm. Keyslari ham baqvat ekan. Ko'ringlar. Mana. Oho, buni oyog'ini ko'rsatay sizlarga. Bunaqasi menimcha boshqa joyda bo'lmasa kerak, yana bilmadim. Mana buni olish o'zi ham qiyin edi mana. 1 2 3 4 ta magnit. Voy, gap yo'q. Ustiga ham qo'ysanglar bo'ladi. Teskari ham qo'ysanglar bo'ladi. Bu juda og'ir. Mana bu joylarni o'zingizlar regulirovka qilasizlar, qiyshaytirib, xullas to'g'irlab, o'zingizlarga moslab ishlataverasizlar. Baland-past ham bo'lar ekan. Taku original boshga o'xshab chiqibdi deyman bunisi ham. Narxlarni ko'ryapsizlar. Har xillari chiqib ketgan. Komplektida pultlari ham bor buni. Buni pultini qaranglar. Konditsioner pultiga o'xshaydi ekan. Uni yoqib olarmikan? Yo'q. Bu ham Type-C mana. O'zida Type-C qo'yilgan. Galovkani отдельно o'zingizlar sotib olishingiz kerak ekan. Mana bunaqa podstavkachasi bor ekan. Sifat ham zo'r. Yo'q. Kitobida nima yozilgan ekan? Kitobida mana ko'rsatilgan o'zida hamma narsasi, indikatori. Mana bu ham bor ekan. Bu tepada ham ko'rsatib turar ekan qancha batareyka qolganligini. Sony mana buni aylanishini qaranglar, lazerlarni. Bundoq aylantirsanglar aylanadi. Mana ko'rsatib bering. Mana ovozini. Mana bular juda ham lyoqki ekan. Bekorga qimmat emas. Buni komplektida batareyka yo'q.
O'zida stroyniy batareyka bor, ya'ni o'zida. Такой dizaynlari ham zo'r, ranglari ham zo'r. Xo'p, endi ko'pchilikga qiziq hozirgi paytda 15 million so'm chegirma ham, ya'ni chegirmadimmi? Aksiya ketyapti. Tolsen brendining instrumentlarini oladigan bo'lsanglar 15 million so'm sizniki bo'lishi mumkin. Bu og'irligini qaranglar. Shurpavertni batareykasi turibdi-yu bunda. Buni qaranglar. Gap yo'q. Narxi nech pul ekan? 2 million 328 ming so'm. Voy, mana lekin apparat ekan qaranglar. Hamma narsasi o'zida ko'rsatib turibdi. Ha, buni sal yarkiroq, sal pastroq qilib yuborsanglar bor ekan mana. Mana, ko'rasizlarmi? Xo'p. 1 2 3 bu 3D ekan, 4D emas ekan. Lekin 360 gradus urib beryapti. Polni 360, bunaqasiga ham 360, bunaqasiga 16 ta liniya emas. Ya'ni mana bular bilan farqi ana. 1 2 3 bunda 4ku, bunda tegi yo'q ekan. Faqat o'zi 1 2 3 bo'ldi, boshqa yo'q. 4 ta emas ekan. Lekin bu ushlab ko'rsanglar boshqa narsa bu. Xo'p, 3 million 2 million 328 ming so'm. Garantiya mana bularni. Уже sifat sezildimi sizlarda ham? Faqat arzonni ochib ko'raverib, bunaqa narsalarni ancha bo'ldi ko'rmaganimga. Sinmaydi, o'zimizdaniki bemalol. Va mana bular boshqacha chiqibdi. Bu magnitlarni ham qaranglar, boshqacha qilib ishlangan ekan. Аккуратный такой. Bu mana bu joylarni qaranglar. O'zingizlar ko'tarsanglar ham bo'lar ekan unaqa qilib. Такой zo'r narsa ekan. Menga yo'qda oddiy mana shu podstavkasida ham farqini ko'rib turibsizlar qanaqa turibdi. Yana bitta bor ekan buni. Mana bunaqa siqib oladigan variantlari ham bor ekan. Bu ham magnitlimi? Yo'q, magnitli emas ekan. Xo'p, ochki. Ochki ham oddiy emas. Oho. Tolsen. Ochkisi yana mana bunaqa o'zini ko'rsatadigan gradusniklari. Zaryadkasi ham oddiy emas. E'tibor beringlar. Bu katta batareykani zaryad qilish uchun oddiysi shart emas. Eng qizig'i buni oladigan bo'lsanglar, уже batareyka yana qayta olishinglar shart emas. Batareyka uchun yana qayta pul to'lamaysizlar. Batareyka endi bu lazerni bilmadim. 1 oy, 2 oy bemalol zaryad qilmasdan ishlatib bera olsa kerak, yana bilmadim. No, yomon emas. Hamma narsasini ko'rsatishga harakat qildim. Oyoq komplektida bormi, yo'qmi buni? Oyoq komplektida yo'q, ha? Oyoq komplektida yo'q ekan. Отдельно kerak bo'ladigan bo'lsa, Tolsenning o'zida oyoqlar bor. Narxi 206 ming so'm. Shuni yoniga qo'yib o'rsanglar bo'ladi. O'shanda 2 million 528 ming atrofida chiqyapti. Yana ham 206 ming to'lasangiz bo'ldi. Balki oyoqlar ko'p. 122 mingga ham oyoq bor. Polvon o'zini oyog'i ekan. Bunga qo'shib olsanglar ham bo'ladi. 747 mingga 122 ming qo'yishadigan bo'lsanglar, 150 lik oyoq olsanglar bo'lar ekan. Mana bunaqa oyoqlar ham bor. Narxi Pit brendidan 328 ming so'm. Oyog'i ko'ryapsizlar, xuddi как kamera professionalniy Sony'larni, Canon'larni, ruchkalari ham bor ekan. Mana qaranglar. Yaxshi oyoq so'raydigan insonlar uchun mana bu teylariga ham e'tibor beringlar qanaqa. Mana bu joylari ham как. Mana. Yomon emas. Narxi menga yoqdi. Chunki bo'shda 55 mi 60 dollar atrofida edi. Eng qimmatiga navbat endi. Bu endi boshqacha. Mana. Tolsennikiga o'xshab ketar ekan mana magnitlari ham. Buni olish ham qiyin. Mana bu joylari ham zo'r. Ochamiz, mana bu joyni. Bo'ldi. Sekin ko'taramiz. Аккуратный такой четкий. Bo'sh bu. Batareyka oddiy shurpavertga 12 voltli batareyka qo'yilgan. Zaryadligini ko'rishingiz mumkin, katta. Bunda ham shunaqa siqib oladigan joyi bor ekan. Nasatkasi. Mana bunaqa variantlar ham bor bunda. Endi o'ziga navbat. 380S akalar. Batareykasini qo'ymadik-ku. 380S. Ana, bu qizil ekan. Buni yashillari ham bor. Bluetooth bilan ham telefonga ulab ham ishlatsanglar bo'ladi. Hamma narsasi o'zida bor, programmasida telefonga qo'yib olsanglar bo'ladi. Baland past. Mana hamma liniyani yoqib beryapti. Bu ham 3D, 1 2 3D. Ovozlarni qaranglar. Gap yo'q. Narxi 7 million 400 ming so'm. Qaysi biri sizga yoqdi? Fikringizni kommentariyada qoldiring. Komplektlarda nimalar borligini ko'rsatishga harakat qildim. Modellarini internetdan to'liq informatsiyalarni olsanglar bo'ladi. Qayerda ishlab chiqarilganligini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yo'g'icha bo'lgan hammasi Xitoyda ishlab chiqarilgan. Bu-chi endi bo'sh. Tak, made in China. Bu ham Xitoyda ishlab chiqarilgan. Bu degani podelka degani emas, original bo'sh bu. Lebo joyga borib tekshirtirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Nabodoga ishonmayotgan insonlar uchun. Atak
100% original deymiz, kopiyasini kopiya. Do'konda hozirgi paytda Makita ham, Bosch ham, Dewalt ham kopiyasi sotilmayapti. Shu joyini e'tibor bilan inobatga olib qo'ysanglar bo'ladi. Takoy keysli ham zo'r. Mana. L-box takoy professionalniy keyslar. Bunaqasiga ham ko'tarsanglar bo'ladi mana. Modellarni ko'rib olinglar. 7.400.000. Telefonni ulab ishlatsanglar bo'ladi. Hamma narsa xullas Bosch'da mavjud. Narxlarni ko'rib chiqdinglar. Qaysi ma'qul kelgan bo'lsa, fikringizni kommentariyada yozinglar. Lazerni urin qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'ysanglar bo'ladi bu videoni. Like, podpiskani bosish esdan chiqmasin. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sog' bo'linglar.